Hozirgi o'tkazilgan operatsiyamiz endoskopический fez deydi, ya'ni burunni ichidan kirib, mana bittaki zamur bilan tozalab tashlashimiz kerak. Buni peshona bo'shlig'i deydi, mana e'tibor qilasizlar. Peshona bo'shlig'ida qanaqadir muammo bo'lsa, mana shunaqa soyalanish beradi. Shu joyda sog'lom to'qimani ko'rsatib ketaman, sog'lom pazuxani mana qop-qora bo'ladi bu yoqda. Qop-qora degani bu yerda havo bor, ya'ni ventilatsiya bor degan ma'noda keladi. Bemorimizni esa 2017-yildan beri mana shu taki zamburug'li qiynab kelmoqda. Bemor ko'p klinikalarga borganlar, ya'ni o'zlarida viloyatni food testlar yozib berishgan, turli xildagi konservativ lecheniyalar qilingan, lekin bu yoqda peshona bo'shlig'ini tabiiy chiqarish teshiga juda kichkinaligini hisobga oladigan bo'lsa, dori bilan lecheniya qilishni deyarli iloji yo'q. Bemorimiz o'shaning uchun bizga bevosita bog'lanib kelyaptilar. Instagram orqali mana ko'rib turishlaringiz mumkin. Qanchalik darajada bu yerda zamburug'. Xudo xolisa eng zamonaviy usulda burunni o'zini ichidan kirib, tabiiy yo'llarni ochib, zamburug'larni tozalab tashlaymiz va bu operatsiyani bevosita qo'yib yuborishga harakat qilamiz. Bizdan kuzatishda davom etinglar. Xudo xolisa operatsiyamizni inshaalloh boshladik. Doimiy nafas olishga qiyinlikka sabab bo'lgan burun to'sig'i ham yaxshigina qiyshib, ularni ham birinchi bajarib, keyin xudo xolisa zamburug'larni olib tashlaymiz. Eslatib o'taman, operatsiyamiz eng zamonaviy usulda va xavfsiz narkoz turi orqali bajariladi. Suxoy emas? Adrenalin. Endoskopik operatsiyalarni qulay taraflarini, ya'ni ustun taraflarini sanab o'taman. Birinchidan, operatsiya sifati juda ham yaxshi chiqadi. Ikkinchidan, bemorga yetkaziladigan travmalar juda ham kam bo'ladi. Uchinchidan esa operatsiyadan keyin reabilitatsiya, ya'ni bemorning tiklanishi juda ham tez bo'ladi. Unda turib qo'ysam, chiqanoq. Endi qo'yaman. Bo'ldi bu. Bemorimiz mana peshona bo'shlig'larini ochishni boshladik. Ko'rib turibsizlar, mana zamburug'. Necha yilga, ya'ni 9 yillik og'riqqa sabab bo'lgan zamburug' ko'rsatamiz. Mana tepada qora bu. Xudo xolasa mana shularni tozalaymiz inshaalloh. Peshona bo'shlig'larini ochib qo'yamiz. Mana zamburug'larni ko'rib turibsizlar, mumkin qanaqa darajada yomon bo'lib ketgan. Peshona bo'shlig'ida xudo xolasa tozalab, og'riqlardan xalos qilamiz. Bemorimizda peshona bo'shlig'ini to'liq zamburug'dan xalos qildik va tabiiy yo'llarni qanaqa keng ochib qo'ydik, mana ko'rib turishlaringiz mumkin. Peshona bo'shlig'ini ochilganini mana bu yoqdan bilsa bo'ladi, mana. Bemorimizda yorug'lik tushib turibdi bevosita peshona bo'shlig'idan. Xudo xolasa operatsiyamiz muvaffaqiyatli yakunlanib, bemorimizda burun to'siqlarini to'g'irladik, gaymeroid pazuxalarini ochib qo'ydik va burun to'siqlarini ham to'g'irlab, nafas olishlarini ham ideal darajada qilib berdik. Inshaalloh bemorimiz endi bosh og'riqlaridan, ya'ni surunkali bosh og'riqlaridan qutuladi.